yo'lida yurganlar, oltin saroy qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. Mana shu axborot kutubxona markazimizga tashrif buyurgan hurmatli mehmonlar hamda eng qadrli bizning kitobxon o'quvchilarimiz. Bugun mana ajoyib bir tadbir nimasida shukuhida turibmiz. Ya'niki 5-Respublika O'zbekiston kitobxonlar yurti nomli tadbirga xush kelibsizlar deymiz va bugungi tadbirimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Avliyozod nurlarim, yurakka sayrlarim, lisonu tayrlarim, bolaga kitob bering. Xazinai jahon u, kichik Abu Rayhon u, sizga qarab hayron u, bolaga kitob bering. Yo'lga kirmasdan, peshonaga urmasdan, kimdur xanjar bermasdan, bolaga kitob bering. Ko'zi ochiq ko'rmasdan, shayton yo'ldan urmasdan, otadan yuz burmasdan, bolaga kitob bering. Avliyozod nurlarim, yurakka sayrlarim, lisonu tayrlarim, bolaga kitob bering. Xazinai jahon u, kichik Abu Rayhon u, sizga qarab hayron u, bolaga kitob bering. Buxoriy sarvarim u, Termiziy anvarim u, Mahmud Zamaxshari u, bolaga kitob bering. Xazinai jahon u, kichik Abu Rayhon u, sizga qarab hayron u, bolaga kitob bering. Keskir qilich bo'lsin u, kitobga uch bo'lsin u, yengilmas kuch bo'lsin u, bolaga kitob bering. Navoiyni